Diqqat, bu katta fojia. O'zbekistonda 346 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston fuqarolarini Alloh asrasin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezidagi yalliqlanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi, erkaklar quvvatini kuchaytiradi. Vulkan bilan sokin hayot kechirasiz yoki qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Vulkan ham sinalgan, ham kutilgan mahsulot. Hozirroq qo'ng'iroq qiling, 30% lik chegirmaga ega bo'ling. O'zbekiston bo'ylab yetkazish mutlaqo bepul. Diqqat qiling, Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Ramazon Ashrapovning ma'lum qilishicha, O'zbekistonda 2026-yilning dastlabki 3 oyida 1102 ta yo'l transport hodisasi ro'y bergan. Avariyalarning 31% o'lim, ya'ni 346 ta holat bilan yakunlangan. Qayd etilishicha, yo'l transport hodisalarining aksariyati belgilangan tezlikka rioya qilmaslik oqibatida sodir bo'lgan, deyiladi xabarda.